Arda Xiva majmuasidamiz. Bu majmuada mana shunaqa binolar bor. Bu binolar hunarmandchilik ustalari uchun qilingan binolar bo'lsa, ba'zi bir binolar restoran, kafe hisoblanadi. Ba'zi bir binolar mehmonxona va do'konlar o'rnida foydalaniladi. Ana shu binolarga VRF tizimli konditsionerlar o'rnatib berganmiz. Hozir shu VRF konditsionerlari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Har bir binolarning tom qismida mana shunaqa VRF tizimlari o'rnatildi. Nima uchun VRF tizimlarini tanlaganmiz? Chunki binolar ko'p xonalarga bo'linadi va har bir xonani biza demak sovutishimiz kerak. Endi VRF tizimlarini yaxshi tomoni bitta agregat bilan har bir xonaga ichki bloklarni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bu majmua qadimiy tarixiy majmua hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda konditsionerlarni ko'paytirib tashlash albatta dizaynga, ya'ni qadimiylikni ko'rsatib turadigan dizaynga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun VRF tizimlari bitta agregat turadi va bir nechta xonalarni sovutib beradi. Hozir biz ana shu binolardan biri mehmonxonaga kirganmiz. Bu mehmonxonani ham bir nechta xonalari bo'lgani uchun VRF konditsionerlarini devorbop, ya'ni devorga o'rnatiladigan ichki bloklarni o'rnatib berganmiz. Endi afzal tomoni nimada? Yozda sovutib beradi, qishda bo'lsa isitib beradi. Masofadan Wi-Fi orqali boshqarish imkoniyati ham bor. Xullas, VRF konditsionerlarning ichida eng dodasi hisoblanadi. Agar sizlarga ham shunaqa VRF konditsionerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Aquabuild kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.